Degan vaqtdan o'tib qo'yma. Emis boshlab ketaylik. Buningga materiallarni shunda oddiy. 250 gram seriq may, 250 gram suv may, 500 gram süt, 500 gram suvni mana shunda bir kesimizga ilib olamiz. Buni endi o'tning tepiga qo'yib, qaynatib etib olsak bo'ladi. Qaynatish jarayonida mana shunda aldirmay qo'yib turamiz buni. Shunda esil mazmunlarni beryaptimi? Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, konjularinglarni, tenzallaringlarni aymanglar, taxim yaxshi mazmunlarni o'rgatmajim. Mana bu qaynab oldi. Mana endi o'tini o'chirib 500 gram unimizni ustiga qo'yib olamiz. Quyib bilan davomli aralashtiramiz buni. Buni diqqat qilish tegishli yeri shuki, o'tni o'chirib o'tib aralashtiramiz. Bo'lmasa, ma unni sag'andan keyin qozondan tekka tutib oladi. Mana shunda un bilan hamma nimamiz mishta 100% aralashib bo'lgandan keyin buni tadanjiga qo'yib astaletni mandırıp olamiz buni. Bir mandırıp azroq so'yitib olamiz. Agar jonda uyingizda bundan mashina bo'lmay qolsa, ashpayqi das bilan azroq so'ygandan keyin tuxumni bir talda quyib paloq bilan aralashtirib olsanglar bo'laverdi juma. Men qilish qulaylik bo'lsin deb mana bu javobanjerimiz bilan qildim. Shunda aldirmay aralashtirib jarayonida ko'piga 14 tal tuxumni asta quyib olamiz. Har bir tuxumimiz aralashib bo'lganda yana birini quyamiz. Mana tuxumimizni yaxshi aralashib oldi xamirimizga. Endi to'xtasak bo'ladi. Mana qaranglar, paloqni tixsanglar, mana ko'targan vaqtingizda mishalat shakllansa, ximibek o'xshaydi degan gap. Endi mana may qazimizga mayni quyulib, buningga may qog'oz ketadi. Uyingizda qanday may qog'oz bo'lsa ishlatsangiz bo'laveradi. Buningga mana shunday meyqo'y ketadi. Xamirimizni xaltaga selib, shakl chiqarib olsak bo'ladi. Mana men degan yurak shaklida qilay dedim. Sizlar agar jonda yurak chiqarmay qolsanglar, jumlaqlam qilsanglar bo'laveradi juma. Mana bu xamirimizni shakllantirib oldik. Buning meyini bak qizib etmaymiz juma. Bak qizib ketsa toz yaxshi bo'lmaydi. Mana meyimizni qizib tayyor bo'ldi. Mana mush may qog'oz bilan birga solamiz. Buning muhim yeri. Bo'lmasa mana suv ximiy bo'lgandan keyin buni ajratmoq tez. Ma may qog'ozdan tegib xat vakin u bukin deb gap qilib ketmanglar. Bu shu yemeklikka ishlatadigan may qog'oz. Bu tigi qizargandan keyin mana may qog'ozni ilib etsak bo'ladi. Bu qancha qizil pishsa shuncha ta'mli bo'ladi. Qamqammisin ichi. Pishgandan keyin mana shunday shakarning ustiga ilib shakarga bir milib olamiz buni. Bu shunchalik chiroyli chiqadi. Qaranglar, nim deganda o'xshab ketgan may pishiriq bu. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, konjularinglarni unutib qolmanglar. Shajar davomli o'quvchi qabul qilyapti. Men sizlarni shajarda saqlayman.